Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob, bir olam programmasining ko'rishinglarni qarshi olamiz. Adabiy asardagi ta'm va badiiy quvvat o'qirmanning qalbini g'idiqlaydigan shundaqla uni ma'naviy kamolatga yetaklaydigan shundaqla avtor bilan o'qirman o'ttirsidagi dialektik birlikni va qalb munosabatini yaqinlashtiradigan va uzilmas bir jipni bog'laydigan estetik jarayon. Adabiy asardagi ba'zi oddiy bir ko'rinishning amaliyotda keng o'g'an tarixiy arx ko'rinishi bo'ladi. Yozuvchi Oltingul Rajab xonimning Beshi uzilgan vinasining haykali nomli hikoya povestlar to'plamida dal biz yuqorida o'tgan mushu detallar o'z ifodasini chiroyli ravishda topgan. Bugun biz dal mazkur kitob, ya'ni Beijing Millatlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Beshi uzilgan vinasining haykali nomli hikoya povestlar to'plami haqida suhbat quramiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmonni daxil qildik. Ularning biri Shinjongdagi 10 munavvar ayol adibning biri yozuvchi Oltingul Rajab xonim. Yana bir mehmon Tangirtog' jurnalining muharriri, kandidat oliy muharrir Emir Hasan Mahmud efendi. Hazır kadar hem de ayal abdurlarımızın içinde, yaş ayal adiplerimizin içinde sizin eserlerinizi söyüp okuyduğun yaşlarımız, okurmenlerimiz tolumı köp. Hem de bu şu toplumumuz neşreden çıkkandan ki hem de sizinki okurmenlerimizle boğan yakılış ahvalınız sizin için kandak oldu? Menimçe boğanda bir kadar yıkıllaştık desek болады. Sen yazgıcı, reallıqı qancha yıkıllaşsan kitapxonalaringda boğan arliq shuncha yıkılışıdı. Hammamiz rastlıqqa yuzinayapmiz bu endi. Yasalım narsalardan ziyirikdik rast gapni deganda. Kashkichi badiiy to'qimning ichidan kelib chiqqan mexaniklashib ketgan, oqni oppoq qarni qop-qora qiytadigan, qutubga belingan yoki ijobiy qahramon, salbiy qahramon deb butun yaxshiliklarning hammani ijobiylikqa markazlashtirib, butun yomonliklarning hammani salbiylikka markazlashtirib olamiz. Masalan, filmlardagi o'g'riq mavoz, eskilarning chiroylariga totiqlarni sizib, u butun hech qanday bir yaxshilik yo'q deklam. U dunyoning ishlari undaq bo'lmaydi. Odamlar azaldan ikki qutubga ayrilgan emas deb qarayman. Yaxshilarning yomon tarafi bo'ldi. Yomonlarning yaxshi tarafi bo'ldi. Men mushchatni aytganda reallikqa bir qadar cho'kdim. Haqiqiy odamni yezish kerak ekan degan bir narsa qildim. Shuning bilan bu psixik degan narsani o'rgandim-da. Psixologiya o'rgandim desam bo'ldi. Bir yozuvchi cho'qim insonning mohiyatini bilish uchun unki psixikasini egallash kerak ekan degan bir narsa keldim. Kitobga sarlab qilingan besh uzilgan vinosining haykali nomli cho'ng hajmdagi hikoyangizni sizlayotgan mushkul taraflar yaxshi eksitibdi. Bu o'qigandan keyin bu yerdagi bir rasmiy bir psixiklik jarayonni boshdan kechirish kerak ekan degan bir hissiyotga qoldim. Boy dedingiz, ham yozuvchi bir psixologiya ilmi o'rganish kerak. Albatta shuna qilish kerak. Adabiyotning o'zi bir psixologik jarayon. Bir adabiyotning o'zi mohiyat jihatda inson ruhininki dialektik va qalbning dialektisi bo'lgan ekan, u cho'qim u psixologiya ilmidan najiz bog'langan. U badiiy ilmdan psixologiya ilmining najiz bir kishining tarkib topgan bir badiiy jarayon deb qarayman. To'g'ri deysiz. Shu bir narsani o'tirib qo'yib qo'ydingiz. Buningda ham deb psixik bir ayolning psixiklik nemisi bor. Ziddiyati, ishki jihatdagi ziddiyati bor-da. Cho'nqur ziddiyat. Cho'nqur ziddiyat. Men dastlabda mushtaq bir ayolning erga bo'lgan aqidasini, muhabbatni, mushtaq bir millarni yozay degan narsani kallam kirgizgan bormi desam, u har bir yozuvchining yozish jihatdagi nemisi usuli o'xshamaydi, uslubi o'xshamaydi, o'ylaydigini o'xshamaydi. Mushtaqdan men yezib bo'lgandan keyin endi o'qiyman-da, mushtaq bir narsani yezibman-da deb ondan keyin mazmuni o'zimga nim bo'ladi. Bu asarda mukammal bir voqelik yo'q. Mukammal voqelik qurilmasi yo'q-ku buningda. Hele uni yazsiz, bayon tartibingizning nihoyat murakkab. Hele Fransiyaga kelgan do'stingizninki uxlayotgandagi ahvolni yazsiz, birdamda tushib ketasiz, birdamda reallik qaytib kelasiz. Bu mukammal voqelik yo'q. Hattoki Gulistonning boshqa asardagi personajlarning ismini topolmaymiz bu asardan. Bir xil voqea sizlantirilgan deb qarsak bo'ladi yoki menda so'rsiz men deb beramayman voqelik. Bir xil qalayam-qalashtirilgan. Lekin oxiri o'qib bo'lgandan keyin bu asarda haqiqatan bir muhim bir masala. Ya'ni Gulistonninki murakkab psixiklik jarayoni orqali bu yerda yana oqibatda oilaning muqaddasligi, oilaning ulug'ligi, ham asar degan ma'lum bir xulosani biz his qilib ekanmiz-ku. Garchi qanchalik orada so'qchilik bo'lsin, qanchalik xo'rlansin, yanala mushu Vinas haykalini so'q qilgan, erdan ayrilmaydigan, ballarni erini yanala tegidan yaxshi ko'radigan
Uyg'ur ayollari xos bo'lgan bir xil muqaddas oilani muqaddas deb qaraydigan, turmushni muqaddas deb qaraydigan, erga sodiqlikni muqaddas deb qaraydigan ma'noyat ulug' bo'lgan bir xil dunyo qarash, ma'qul qimmat qarashi asad aks etibdi. Men buningdan nima tushundim? Bir tiniq o'qib o'tdim desam bo'ladi bu hikoyangizni. Emir Hasan apandi, sizmi bir mas'uliyatchan bir tahrir. Rahmat. Uning ustiga siz Oltingul xonimninki o'sha Tangtaq jurnalini e'lon qilgan bir qism asarlarini tahrirlagan. Albatta tahrirlash davomida asarning olgan belgilik ta'sirotninki cho'kindisi bo'ladi hamda. Mush fursatda siz 5 üzilgan Vinas haykali nomli shu to'plamdagi asarlarninki dan olgan ta'sirotingizni shunaqla bayon xosligini o'zingizninki shu tahrirlik nazaringiz bilan bir bayon qilib o'tamsiz. Oltingulninki asarlardan olgan umum ta'sirot nada degan chaqda Oltingulninki asarlari haqida abiyam ishkinglar nihoyat yaxshi paranglashtinglar. Mamnun bo'ldim. Hamda temisi nihoyat o'zgacha, rangdorlik ega hamda. Uningdan boshqa buningki asarlarda boshqalarga o'xshamaydigan bir xil ijodiyat uslubi bor, yangilik bir xil xoslik bor. Uningdan boshqa bu tanlagan turmush detallarida bir xil tafakkur bo'shliq qo'yib qo'ydi o'qirmanga. Oddiy bo'lsin-mi, ha? Tafakkur bo'shliq qo'yib qo'ydi. Qoida tushunamay qilib, qayt tafakkur qilgandan keyin undan keyin o'qirman asarga kirishga boshlaydi. Demak, mushkil tafakkur bo'shliqi o'qirmanni keyingi asarga kirishdan iborat bir yo'lga boshlab bordi. Endi buni men asardan olgan umum jihatdagi ta'sirotim deb qarayman. Endi xoslik haqida to'xtalish to'g'ri kelgan chaqda buni tovandik bir qancha tarafdan konkret to'xtalish to'g'ri keldi. Birinchisi, endi men bir tahrir bo'lish nazarim bilan oldi bilan Manga kelgan oldimga kelgan asarga birinchi qaraydiganim uningki temasiga bak qarayman. Chunki tema mush asarga kirishdagi ishik hamda. Mush ishik hamda qancha sirliq. Tema deganingiz kepingizni berib o'tay. Tema deganingiz asarga mavzumu yoki asarga asarning mavzusi. Asarning mavzusi qanchaki go'zal, sirliq bir xil san'atlik bo'lgan chaqda uningdan o'qirmanda bir xil qiziqish bo'ladi. Hamda Oltingulninki asarga kelsak, mayli qora rangli kadlak bo'lsin, qish yomg'iri bo'lsin, 40 yoshlik ayol bo'lsin, g'o'rtak bo'lsin, harpa akşamı olsun, muş əsərlərinki həmmisi qaraydigan bolsaq, əsərninki tem mavzusida nəhayət bir xil yenilik var. Həm də ikinci cəhətdə aytqan çağda bir qism əsərlər var həmdə. Biz konularda səllisi yoğan ima yox deyə qoyumuz. Bir qism əsərlərinki Dastan çoğ bir nay yox. Nəhayət yaxşı qoyulğan bolsun bu, lakin əsərə işgirləb kirgənimizdə əsərninki ichki qismidagi onunki məzmun cəhətdə yetersizlik xilli ağır. Lakin Oltingulninki hamda asarlarda mushu asarning mavzusi bilan asardagi mazmun birligi nihoyat zich birlashgan. Bu o'zi deb qo'ygan shu mavzuninki o'zisidan nihoyat yaxshi, nihoyat ustunlik bilan chiqargan deb qarayman. Hamda uchinchi jihatdan aytgan chaqda meningcha har qanday bir qalamkashda o'ziga eng yaqin, o'ziga eng tanish bo'lgan turmush detalini o'ziga tanlash kerak deb qarayman. Chunki navbatda mayli bizning jurnalimiz kelayotgan asarlar bo'lsin va yoki boshqa bir qism nashr qilayotgan asarlar qaraydigan bo'lsak, yozuvchi o'ziga notanish tema haqida ko'p izlangan. Bu bizningki navbatdagi yosh qalamkashlarimiz ko'proq uchraydi. Masalan, olsak 2012-yillik Nobel adabiyot mukofotining sohibi Moyan izchil turda o'zininki sharq shimoldagi yurti Gomini ham shu Gomin tuproqidagi qizil qunaqlikni yezib kelgan yozuvchi ekan. Demak, u o'ziga eng tanish narsani bir umr yozdi. Hamda Oltingul o'ziga eng tanish narsaning ichidan men statistika qilib chiqdim. Shu 7 asarning ichida 5ida butkul ayollar yozilgan asarning o'zida. Qoida bir qism asarlarda ayollar erlar bilan birlashib ketgan bo'lsa-mu, lekin asos tutib qilgan tema ayollarga. Shunga Oltingulninki bu to'plamdagi asarlardan hamda biz izchil turda Oltingulning bir xil ayollar temasini, ayollarning ro'y dunyosini, ayollar duch kelayotgan masalalarni, ayollarning psixikasi haqida izlanayotgan bir xoslik yaratayotgan yozuvchi deb qarasak bo'ladi. Hamda 4-jihatdan aytgan vaqtida tilni hamda adabiy asarning jini deb qaraymiz azaldan. Bu nihoyatda haq berilgan bir baho ham talab hamda. Oltingulning asarlarida til nihoyatda ixcham preslangan. Hamda bundaq deganim navbatda nurg'unlarimiz biz kitob o'qirmanlar kitob o'qimaydan bo'lib ketdi deydigan bir qaqshash hodisi bizning aramizda bor. Endi hozir navbatlik odamlar turmushninki hayotning ritmlarida bak tez ketyotdi. Bularning vaqti bak qisqa. Mushtaq sharoitda yozuvchi cho'qim til haqida, tilni preslash, tilni ixcham qilish, tilni meg'izlik qilish haqida cho'qim o'ylanish kerak. Men Oltingulninki bu to'plamni ko'rganki mushtarab nihoyat cho'nqur his qildim. Yana birisi hamda bu Oltingulninki yana bir xosligi
shu til orqali bir xil ko'rinish yaratadiki. Endi masalan biz ma'lum personajlarni tasvirlagan chog'da uninki tashqi qiyofatidan tortib tasvirlasak, nihoyat jiq jarayon ketadi. Lekin buningki ishlatgan til orqali shu personajlarningki masalan qandoq muhitda turyotidi, uning chiroy shakli qandoq kiyim bor uchisida, xuddi bir mavhum rasmdek, nihoyat gunga bir rasmdek bir xil narsani his qildim. Yana birisi endi shu til yaratgan vaqtimizda yozuvchi cho'qim o'zi yaratgan shu personajningki til bilan o'zi ishlatgan til o'rtasida bog'lanish bo'lmaydi. Masalan, Oltingulning asarlarida cho'qim so'tchi ayolning tiliga so'tchi ayolning tili bor, dehqonning tili bor, sahro qizning tili bor, ziyolining tili bor. Ammo shu jihatda bu ya'ni utuq qozongan til jihatda deb qarayman. Uningdan boshqa endi meningcha endi ko'plagan asarlarda qandoq degan chog'da yozuvchi oldidan ideya belgilaydi. U kesakda qilib qo'ygandek bir qilibni qo'ydi, personajlarni shuni so'laydi, undan keyin o'zininki ideyasi, o'zining xohish bo'yicha bu personajlarni taraqqiy qildirib, rivojlantirib mundaq ma'nodamdi. Lekin Oltingulning asarlarida bo'lsa, bu asarlarni ko'rish jarayonida men abim o'zim deb o'tdi. Bu qandaqdir personajlarga o'zi agashgan bir yozuvchi ekan deb his qildim, chunki bu personaj to'g'alaydi ekan, personajningki ichki dunyosi ham bir dunyo to'g'alaydi ekan, butkul personajlarga agishib yozgan bir xil xosligini his qildim. Yana birisi hamda bu to'plamni ko'rish jarayonida his qilganim hamda asarda izchil tushdan iborat bir sirli hodisa hamisha buning asarlarida bir xil bog'lashib ma'lum bo'lib yaqinqi davrdagi asarlarda. Hamda bu tush Uyg'ur xalqiga nihoyat tunish bir hodisa. Dunyoga tunish, lekin Uyg'urlar tushni nihoyat bir xil sirli, nihoyat go'zal bir xil tasavvur qilamiz. Yaxshi foydalanamiz. Yaxshi foydalanamiz hamda mushu jihatda mayli 40 yoshlik ayolda bo'lsin, ishqib bu tushlar ajoyib tushlar bor buningda. Demak, hamda mushu xuddi dangliq yozuvchi Mo'yan Qavmini Qizilqunaqni tutqandek Oltingul hamda tushni tutishga o'tdimi deydigan bir xil o'zimcha shtaq taraf bo'lib qoldi. Hozircha hamda his qilganimni mushunchalik deb turay, qolganini yana davomli qaraymiz. Baya İmrasan Mahmud efendi bir gapni dedi, Oltingul Rajab'ninki mazkur to'plamidagi asarlarninki temisida bir rangdorlik va o'zgachilik va degan gapni qildi. Albatta bu masalaninki ma'lum tarafi asardagi shu real turmush detallarining tanlashga munosabatli bir taraf ekan deb o'ylayman. Bu nihoyat muhim taraf bu hamda yozuvchininki detal tanlashi. Mush nuqtadan sizningki shu kitobingizdagi asarlarga tema tanlash, detal tanlash jihatdagi shu izlanishlaringizni anglab baqsaq bo'lamdi. Bu ish kelganda men bundaq bir tema yozatdim. Bundaq bir turmushlarni kuzatib, ashuni bilsam bo'ladi. Mesela artistlarning turmushini yozmoqchi edim, ularning turmushi qandaqdir? Ya bo'lmasa bir korxonchining qandaqdir? deydigan narsa bo'lmaydi. Men yozishni ilgari bundaq yozma deydigan bir nuqtai nazarim bo'lmaydi. Rost deymiz-ku. Lekin menda bir tindirilgan, ichigan, bexsigan bir narsa bo'ladi-da. Meningcha bo'lganda yozuvchining hissiyoti bir yonar taqqa o'xshaydi deymiz. Tog'larning hammasi portlashdan tayingo. Uning ichki jihati nihoyat mustahkam bir narsa energiya bo'lganda portlaydi-ku, yonalaydi-ku. Nurg'un narsalar kirdi qalbingizga, nurg'un narsalar ichingizda biqsiydi. Ondan keyin qiyom bo'ladi-da bu. Bir kunlar kelganda ondan keyin portlaydigan narsa. Mush jarayonda endi men kuzatmadim, men turmushning ichida yashadim. Mushni yozaman deb kuzatishning nima zaruriyati bu? Men bundaq qaramayman bu jihatni aytganda. Demak, detal degan turmushda ko'p. Atrofimizdagi hammasi detal. Bizning qalbimizning o'zim bir detal. Gap shu detalni qanday bayqab, qanday badiiy jarayonga singdirib o'tish, qanday badiiy jarayon bilan ifodalash, uning qanday qimmat qarash, dunyoga qarash, qanday singdirish masalasi demakchi-mi? Emirsan apandi 500 izlagan Yunas Aykil nomli to'plamda nurg'un asarlar bor, buning ichida povestlar bor, hikoyalar bor. Endi albatta har gulning purqi boshqa, har taomningki hidi ta'm boshqacha bo'ladi. Mushundan qaraganda mushu asarlar ichida, mush kitob mush asarlar ichida sizga eng chunqur ta'sir qildirgan asar qaysi bo'ldi? Endi bu asarlar ichida abim boshdim deb o'tdim endi. 40 yoshlik ayol nomli postni tunji tahrirman, tunji o'qirmanman. Shunda olganlik uchun mo va yoki boshqa sababdanmi men yanada 40 yoshlik ayolni yaxshi ko'raman. Chunki
buningda hamda bunda bir qancha tarafdan sababini ko'rsatib chiqib bo'ldi deb qarayman. Birisi Oltingul 40 yoshlik ayolda o'zini qayta qurmoqchi bo'lgan, o'zini izlayotgan bir ayol, ya'ni Leyla obrazini ko'tarib chiqadi. Endi bu Leyla obrazi asar boshlanib ancha uzoq o'tmayla bu yerda yana ikkinchi xil bir Leyla barliq keladi. Ondan keyin yana o'tib ashtaq qilib asarda jami men sanab chiqdim. Birisi realliklik Leyla, yana birisi xiyollik Leyla, yana birisi tush ko'rayotgan Leyla, aksal Leyla. Ondan keyin aynak oldida o'ziga tikilib qarayotgan Leyla va aynaklik Leyla bo'lib jami 6 xil Leyla bor. Endi mushiyatdan aytgan chog'da Oltingul shu 6 xil Leylisiningki vüdüstin tamamen çıqalıgan. Gah ulanı bir çeçe yutudu, gah bir yerge ekkilerleydi emdi. Bu bir eserdeki naiti futuğluk çıkan bir taraf emdi. Çünkü hesapta bu eserdeki 6 xil personaj bu. Onun etrafındaki yan nurgun personajlı var bunun da. Lekin bu 6 xil Leylini, bir Leylini 6 parçalap durup, yani bunu birlik ekkilerligen cihatte emdi. Naiti yaxşı futuq kazangan deyim. Bu emdi edebiyatımızki bir yenilik bir key edip isqilime. Endi yana bir jihatda aytgan chog'da Oltingulning 40 yoshlik ayol nomli bu postdagi eng o'zgacha bir taraf bu asarda hamda reallik yo'qmi degan chog'da bor. Ammo bu reallik yana psixiklik reallik. Shunga bu asarda biz o'qigan vaqtimizda butkul bir xil psixikaninki dengiziga cho'nqirlab kiramiz. Goh bizni Leyla tatudu, 6 Leyla tatudu, goh atrofdagi asardagi Leylaning do'stlari tatudu. Ve yaki eserdeki küçük tabir ve buvaylar tatıdı, eserdeki Leyla'nınki eğri tatıdı. Bula hemmisi emniyette bir qarsak turmuşumuzda ba. Bizge en yakın bir vakalikle. Lekin bunun da Oltingul vakalik olaşmağı. Bizim nazarimizde edebiyat insanını yazıdı. İnsanın qandaq yazımız ondaqda. İnsanını biz üzümüzden qilbi sulap yazmayımız. İnsanın təbiati kirib durup haqiqi adamını yazımız. Haqiqini yazğan vaqtida oqurman haqiqini yaxşı gördü. Bu yerdeki bu psixiklik təsvirlər kişi anlasa bu psixiklik yazsa da bir xil tibabatdek mundaq oylab qaldı. Lekin bu tolumu insanğa yaqin. Hatta bəzide man telefon bəgənlər var. Bu Oltingul meni yazdım nima deganlarmi var. Bəzide acayip bir xil ta'sir qilib ketdi bu asar deganlar bor. Bəzilar tushunamadiq deganlarmi bor. Endi demak bir xil asarda psixiklik reallik nihoyatda yaxshi aks etgan deb qarayman. Yani bir jihatda aytgan chog'da Oltingulninki bu asarni dastlab o'qib o'ttirib kelgan vaqtida bir xil taqqa tuquluq asarda bir xil ashtaq bir xil tuyg'u berdi odamga. Anadaki bu asar turib hamda tushkurdi, turib xiyol keldi, turib aynakni oldiga keldi, turib yana bir qumliq ketdi. Aşındaq bir xil murakkab jarayonlar, ondan keyin har xil personajlarni ilashtirdi asarda. Yani kayni qartdi, demak haliqi biriktirib parchalaydi asarda. Yani parchalab turib, yani biriktirdi. Şuna olan asarni eng oxirida o'qigandan keyin xuddi abiyam biz 500 yilga Vina saykilininki eng oxirida masalan Uyg'ur ayollarining oiligi bo'lgan yuksak aqidasi aks etdi degandek 40 yoshlik ayolda Abdurning nima demoqchi bo'lgani, masalan o'zini qayta qurish, masalan ayollar dunyosidagi bir xil narsani o'qirmanlarga topshirishdan iborat nihoyat yuksaklikni his qilgan kun tova asli bu parchalab buzishdagi maqsad mundaq ekan-ku. Ham buningda bir xil qurilma, yangicha bir xil qurilma yaratmoqchiga, psixik qurilma yaratmoqchiga degan bir tuyg'u hamda bizni g'idiqlaydi ham bizni asardan suyundirdi. Andan keyin yana bir jihatda aytgan chog'da 40 yoshlik ayolda Oltingulninki boshqa asarlariga qaraganda abiyam deb o'tdim, tushdan iborat bu sirliq bizga eng yaqin suyumlik bu hodisa texmo avjiga chiqadi. Leylaning tushlari nihoyat go'zal, bishoratlar, uningdagi tush jarayonidagi psixiklik chunqurliklar odamga nihoyat chunqur ta'sir ko'rsatadi. Demak, halqi yana tushdan iborat bu o'zi tanlab olgan buni 40 yoshlik ayoldan iborat bu postda yana sinab qilib, yana bir yangi palla yaratdi deb qarasak bo'ladi. Ondan boshqa hamda 40 yoshlik ayol nomli bu postda bir qarsa zamon yo'qdek, makan yo'qdek, reallik yo'qdek bir xil tuyg'u berdi odamga. Emniyeti bor. Bu zaman bu xil reallik nimada aks etdi degan chog'da bu yana psixiklik reallikda aks etib bodi. Şuna o'qirman bu nihoyatda diqqat bilan astoydil o'qigan chog'da bu narsa nihoyatda oson his qila oladi deb qarayman. Endi yan bir jihatda aytgan chog'da 40 yoshlik ayolda 6 Leylaga yondashgan, yani 3 do'stninki, 3 ayolninki obrazi bor hamdi.
Demak, 9 ayol var bununda degan gap. Endi bu 9 ayolni yaratmak asan gap emas. Altungul endi bu əsərdəmi ayollarningki dunyosini, ayollarning ro'yitini, ayollarga bo'lgan mas'uliyatni, ayollarga bo'lgan bir xil o'zini qurish, ayollarga bo'lgan bir xil izdinish, ayollarga bo'lgan bir xil mas'uliyat nuqtasidan bu 6 ayolning obrazini nihoyat muvaffaqiyat yaratgan. Xo'sh, boya Emre Sammi dedi, sizningki asarlaringizdagi bayonchi til masalalarida ko'pincha uchinchi shaxs masalasiniki bo'yicha ma'nodaligini birinchi shaxs bo'yicha ma'nodaligini deb o'tdi. Demak, endi sizning asarlaringizni o'qiydigan bo'lsak, mayli bu to'plamdagi asarlaringiz bo'lsin, mayli boshqa to'plamdagi asarlaringiz bo'lsin, shu birinchi shaxs til bo'yicha bayon qilindi-chu. Endi birinchi shaxs til bo'yicha bayon qilish asarninki estetik unumi bilan shu hissiyot qurilmasiga bak cho'nqur cho'kishni talab qildi ekan-chu. Mushtoqdan qaraganda asarlaringizda nima uchun mushtaq bir xil jarayonni tanlab olganligingizni sharhlab beqish imkoniyati bormi? Birinchi shaxs demak, birinchi shaxs o'zim. Men. Siz bo'lishingiz natoyin. Ha? Endi buni bir deb qo'ymayman. O'zim deb qarayman-da. Chunki reallikdagi men bor, asardagi men bor, amaliyotga siz bor, ro'yatga men bor. Jiq mening jiqiyak tutishdi bu men. Bu vaqtda aytganda siz yeningizdagi birisining ichki tashqi jatik naslini kuzata olasiz. Masalan, u nima kiydi, nima qilyapti degan narsalarga qarata siz baho bera olasiz. Uni voy qoshlari andati, kiyimlari mandati, voy u unda yaxshi qilib ketdi deb uni sharhlab bera olasiz. Lekin uning ichki tuyg'usiga siz vakillik qila olamsiz, qila olmaysiz. Uning qalbida nimani o'ylayapti, uning qilayotgan go'zal ishlarining keyinda bir razillik yoshiringanmi yoki u bir razilda ko'ringan bilan u asli bu ishlar xayrlik uchun, yaxshilik uchun qilayotgan razillikmi? Buni siz o'nchilik darajasi avliyo anbiyo emassiz, ulug' hukmdor emas, uni ichiga kirib bilib bo'la olmaysiz. Lekin o'zingiz uchun o'zingizni bilasiz. Nima maqsadda shuni qilyapsiz, nima maqsadda mush gapni deyapsiz? O'zingizning tuyg'u tafakkurini faqat o'zingiz bilasiz. Demak, men turmushga yiqilishdan iborat, haqiqiy bir odamni yezishdan iborat bir yo'lda oxiri o'zimni tanlab oldim. Demak, sizningki bu to'plamingizdagi bir qadar hajm jihatdan bir qadar azroq bo'lgan, kichikroq bo'lgan o'rtak nomli hikoyangizda bu yerdagi bu men obrazi chiroyli izolangan bu asarni men Shinjong madaniyat jurnalini o'qigandan keyin bek ta'sirlanganchu. Bu vaqtda nurg'un do'stlarimizdan paranglashgan bu. Biz tema bek oddiy. Bek oddiy. Bir maylamchi boladanki bir siz taksi sababingizda taksining ichida uning sharikatlariga gap so'zlar gap qilishingizdan boshlangan bek oddiy, lekin ko'tarib chiqayotgan masala bosh masala emasda. Bir 15 yoshlik maylamchi bolaning kuni aran kun yelayotgan bir bolaninki maylamchi bolaninki shu kelgusidagi bir xattatqa vaqt o'zida ajoyib bir yigit, nochi yigit, nochi bir obraz bo'lib chiqadiganligini iborat bir masalani o'zingizning shu bayonchiliginiz orqali mendan iborat mush kuzatish nuqtangizdan chiroyli qilsa turib bergandingiz. Demak, asaringizdagi mayli bu o'rtak bo'lsin, mayli boshqa asaringiz bo'lsin, shu men masalasi yana bir xil izchillikka ega bo'lgan, ha? To'g'ri deysiz. Shu o'rtak hikoyasini qo'ls o'zim shunday yoqtirmay qarang bu o'rtakni. Bu bir raskatni desangiz, bir fotosuratga o'xshashlar bir asarda. Bu bir kechmish. Shu kechsil yetib chiqilgan bir parcha asar desangiz bo'ldi. Endi shu kechsi yozmasam patlab ketadi. O'zimga sig'magan bir darajada yozdim-da buni. Ras bir yerni qaytib kelayotgan deb yo'liqqan bir ish. Ammo shunga suyimli chiqdi bu asarda. Endi menda hozir qiz ayollarning ham azroq so'zlash tegishli bu jihatdan. Güzellik qarshimiz zo'r darajada o'zgarish bo'ldi. Masalan, bir subatliq ya bo'lmasa, ravrus bir yigit qomlashqanli bir deb tasvirlansa, bu uning bo'y basti, joshlari dolqinib turgan, qop-qora qoshlari, qo'y ko'zlari, shundoq bir jangvar holat esimiz keladi. Endi hozirgi davr ayollari qanday qotadi, mush taraflarni o'ylab beqishga tegishli. Hozirgi ayolda yaxshi yoki bo'lmasa nochi degan bir narsa qarta, uning hech qanday tashqi qiyofati hamda bu ma'lum darajada bo'lsin, uningdagi ruhni izlayapmiz. Uningdagi erlik, dit, jigirni izlayapmiz mana. G'ururni izlayapmiz. Endi mush to'y qilgan qizlarmi masalan, muhabbatlashish jarayonlari biz nurg'un narsalarga duch kelamiz mush jihatdan. Hammasi qanday qildi desangiz, ashundagi bir xillik. Shu bir ruhni, g'ururni izlayapti. Bu go'zallik sizimning olmishishi endi bu. Taraqqiy qildi, bo'lmasa haqiqiy odamlikka qarab yuzlandi desangiz bo'ladi. Shunda ras 13 yoshlik bir maylamchi bola, 14 yoshlik.
Muşnunda zaten ben aşıp maşınga çıkan vaxtılam zaten balamçılık bir oğul balının qışığı emas, bütün sürük bir erinin qışıda ottağandaklam aştaq bir his qilib qalgan vaqtlarım bolgan. Onundaki bir xil suyumlik poxorluq man qarashlardan başlap, yo Allah bir erinin qışıda o'tiraman deb, voy acha eringiz bormi, qizingiz bormi, bu kechda qanday gap? Agar men xotin olsam, kechda namashamda atsa tonkuyni chaqaman men. Bizning mahaldagi Maryam Shaparangning qizini amide undaq bundaq deb jamiyatdagi narsani o'zining chuchuktilari bilan deb beryotdi-da. Amaliyotda ras, u mening qoroyimni oldigacha berib, moylaqchilikdan topgan 10 koychan pulini taksichi qilib berdi. Voy, menda bor bolam deb bo'g'chi. Irakdan bor vaqtida bizning xotinlar shundaq deymiz-ku. Ma'zum kishini pul to'lashni kim qo'yapti? Nima ko'ra qoldingizlar? Bizning pulimiz o'tmamdi-ku, acha. Ya Allah. Onun mənədəki qoğdaş ruhi. Bu acamdan taksiçini qap qoysam, taksiçini küzü paqraq qalmısın deganni o'yladi da bala. Demak, menga nisbət etganda bir xil mas'uliyatni his qildi u. Bir xil erkaklik ruhda bu. Shunchalik o'yladim. Voy, erkaklar o'ldi, u deb, voy, bizni katta bolalar chiqdi bizdan. Undaq ruh o'lgün yo'q. Undaq o'rtaklar ko'p. Demak, kitobxonga yaqini nima desangiz, mayli ayol bo'lsin, er bo'lsin, bola bo'lsin, ota bo'lsin, ona bo'lsin, bu yerda his qilgan bir millatning ruhi, erkaklardagi bir ruh, u o'lguni yo'q. Mush narsani keltirib chiqqanligimni o'ylab topmabman bu asarda. Lekin shunday bir rangli suratni tatdim, tashladim, demak, uningdan haqiqiy bir yaxshi bir narsa chiqdi. O'zim keyin suyunib qoldim. Mavzuni pek chiroyli qo'yibsiz. O'rtakdab biz ba'zi bir tillab qo'yadigan gap, ba'zi yeshib tushliq chiqmagan odamlarni o'rtakdab tillab qo'yamiz. O'zining holati yo'q, yoki bo'lmasa jini cho'ng, o'zi kichiklarga qaratilgan gap endi mana bir narsa. Oltingul xonim, siz asarlaringizda, bo'libmi shu 500 yilga Minas Naykil nomli asarlaringizda siz personajlaringizni chiroyli qilishsiz. Chiroyli qilishsiz. Ham chiroyli kuldirsiz. Ko'pincha yig'laydiganlar ko'proq bo'ladi. Acayip chiroyli pichirlab qilsiz bularni. Acayip chiroyli kundalik xotira shakli bilan bularniki sivosini siz bersangiz bizga. Undaqda siz o asaringizdagi personajlaringizni pichirlatdingiz. Endi sizning ash personajlarga bo'lgan pichirlashlaringiz bormi, yo'qmi? Shuni anglab baqsa bo'ladi. Personaj xuddi mening bag'rimni yerib tavallud qilgan bolam o'xshaydi. U mening ruhiy dunyoim, qalbim, ideyam, hisiyotim. Ular bilan o'ttirimizni yuksak darajada bog'lish bo'ldi. Ular kulsa men kulmayman. Ular yig'lasa men yig'layman. O'sha birisining taqdiri uchun necha kunlab ichim ochiq bo'ldi, lekin o'zgartib uni yaxshi qila oladigan huquq menda, qudrat menda. Lekin u turmushning udoridan chiqib ketadi. Muzikasi bo'lmaydi. U pardasi to'g'ri tutilmagan bir muzikaga o'xshab qoladi. Uningdagi estetik narsa tugaydi. Uni qanday qilib etishim mumkin-ku? Masalan, bir oshiq mashqlarni to'y qildirib qo'yishim mumkin-ku? Men nima uchun ayirib o'taman? Demak, vaqalik yoki bo'lmasa asardagi bir narsa ashani ayirib etishga majbur qildi. U vaqtim men yuragimni qonaydi-da. Demak, bugungi suhbatimizni shunday bir xulosa qilishga bo'ladi, qadrli ko'rman do'stlar. Ideya zo'rmi-zo'r tengilmagan, vaqalik zo'rmi-zo'r sun'iy olib qarashtirilmagan asarlarning estetik unumi nihoyat yuqori bo'ladi. Ham u o'qirman do'stlarimiz bilan avtorning qalbini nihoyat mustahkam, uzilmas bir shibda bog'lay oladi. Bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Hammanglarga nodir kitob ro'y uzuq bo'lg'ay, xayr xo'sh.